Bugun biz qalbimizda chuqur hurmat va cheksiz minnatdorchilik bilan 9-may xotira va qadrlash kunini nishonlamoqdamiz. Bu sana xalqimiz uchun oddiy bayram emas. Bu kun jasorat, fidoyilik va insoniylik timsoliga aylangan buyuk insonlarni yod etish kunidir. Yillar o'tsa ham tarix zarvaraqlariga oltin harflar bilan yozilgan qahramonlarimizning nomi hech qachon unutilmaydi. Ular vatan tinchligi, xalq osoyishtaligi va kelajak avlod baxti uchun o'z jonini ayamadi. Og'ir sinovli davralarda ular matonat bilan kurashdi. Yurt sha'ni va xalq erkinligini himoya qildi. Bugun biz musaffo osmon ostida erkin yashayotgan bo'lsak, bu ana shu insonlarning jasorati va fidoyiligi samarasidir. Har bir tinch tong, har bir quvonchli lahza ortida ularning mashaqqatli hayoti, sabr-toqati va buyuk xizmatlari mujassam. Xotira va qadrlash bu shunchaki so'z emas. Xotira ajdodlarimizni unutmaslik, ularning hayot yo'lidan saboq olishdir. Qadrlash esa bugungi tinchlikning qadriga yetish, nuroniylarimizni e'zozlash va vatan ravnaqi uchun sidqi dildan xizmat qilishdir. Ayniqsa urush va mehnat faxriylarining hayoti biz uchun chinakam ibrat maktabidir. Ularning boshidan kechirgan sinovlari, mardligi va sabri yosh avlod qalbida vatanga muhabbat, yurtga sadoqat tuyg'ularini yanada mustahkamlaydi. Bugun biz faxriylarimizga chuqur ta'zim qilamiz. Ularning oldidagi qarzimizni hech narsa bilan ado eta olmaymiz. Eng katta minnatdorlik bu ularning orzulariga munosib farzand bo'lish, yurtimiz tinchligini asrash va xalqimiz birdamligini mustahkamlashdir. Aziz insonlar, tinchlik bebaho ne'mat. Uni asrash har birimizning muqaddas burchimizdir. Keling, ajdodlarimiz xotirasini doimo qalbimizda saqlaylik. Nuroniylarimizni qadrlaylik va vatanimiz ravnaqi uchun birgalikda xizmat qilaylik. Yurtimiz osmoni doimo musaffo bo'lsin. Xalqimiz qalbidan mehr-oqibat, hamjihatlik va tinchlik arimasin. Qahramonlar xotirasi abadiy yashaydi. 9-may xotira va qadrlash kuni muborak bo'lsin.